Hozir butun internet oynalarning ortida aslida nima borligini ko'rsatadigan qo'rqinchli videolar bilan to'lib toshgan. Odamlar hayron, bu qanday sodir bo'lyapti? Masalan, agar sen oynaga sochiq tutib tursang va yoningdagi do'sting seni yon tomondan videoga olsa, u senga qarab turibdi, sening aksing ko'rinadi. Garchi sening qiyofang sochiq bilan to'liq berkitilgan bo'lsa ham, bitta video hatto oynalarning xotirasi borligini isbotlayotgandek. Unda muallif oyna oldiga yondirgich qo'yadi, uning oldiga qog'oz tutadi, keyin esa yondirgichni olib tashlaydi, lekin oynadagi aksda yondirgich hanuz qoladi. Yana bir qo'rqinchli videoda esa bir qiz oynaning oldida o'zini suratga olayotgan edi. To'satdan uning aksi o'zicha harakat qila boshladi. Internetda bunaqa videolar yuzlab topiladi, ammo eng qo'rqinchlisi bu 90-yillarga oid video yozuv. Unda bir ayol ikki oynani bir-biriga qarama-qarshi qo'ygan va ularning birida g'alati bir makon ko'rina boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu oynadan ichkariga kirish mumkin bo'lgan. Ayol ko'p o'ylamay oynadan o'tishga qaror qilgan. Afsuski, barchasi bu yerga sig'madi. U aynan qayerga tushib qolgani haqida to'liq video bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanal manzili esa profilda. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.